Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga flukonazol kapsulasi haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Demak, flukonazol kapsulasi farmakoterapevtik guruhga ko'ra, ya'ni ta'sir etishiga ko'ra, zamburug'larga qo'llaniladigan dori vosita hisoblanadi, ya'ni zamburug'li kasalliklarda. Endi do'stlar, ushbu dori vositani qo'llanilishi haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, birinchi Kriptokokkus ya'ni infeksiyasi va u qo'zg'atgan zamburug'li kasalliklarda qo'llaniladi. Bundan tashqari do'stlar, kriptokok ya'ni zamburug' keltirib chiqargan meningitda va kandidozli zamburug'larda yoki kandidoz ya'ni sabab bo'lgan ichki organ ya'ni kasalliklarda qo'llaniladi. Bilamizki do'stlar, kandidoz ko'zda, endokardda, nafas va siydik ya'ni a'zo ya'ni chiqarish a'zolarida do'stlar o'zining ya'ni kandidozli zamburug'li kasalligini keltirib chiqaradi. Demak, mana shu flukonazol kapsulasi ushbu ya'ni zamburug'li infeksiyani yo'qotadi. Bundan tashqari og'iz bo'shlig'i, liqil, do'q va shilliq qavatdagi zamburug'li yara va kasalliklarda, bronx va o'pka teri kandidozlarida, ya'ni zamburug'li kasalliklar va yallig'lanish holatlarida, jinsiy a'zolardagi zamburug'li ya'ni kandidozda, vaginalniy o'sha qinning ya'ni o'sha kandidozli zamburug'li kasalligida, tanadagi teri, oyoq va qo'llardagi zamburug'li mikoz kasalligida, lishay kabi zamburug' kasalliklarda, onixomikoz yoki endemik mikoz yoki teri kandidozda yoki bo'lmasam boshqa barcha turdagi zamburug'li kasalliklarda do'stlar qabul qilinadi. Endi do'stlar, ushbu dori vositani qo'llash usuli va dozalari haqida ma'lumot berib o'taman. Demak do'stlar, ushbu dori vositani qo'llashdan avval siz shifokor ko'rigiga borib kasalligingizni ya'ni aniqlashingiz kerak. Demak, siz dermatovenerolog degan shifokor ko'rigiga borasiz. Zamburug'ingizdan surtma topshirasiz. O'zi maxsus lezvalar yordamida o'sha teringizdan qirib oladi va mikroskop ostida o'zlari ko'rib sizga javobini aytadi va o'shanga qarshi dori vositalar belgilanadi. Demak, ushbu dori vositani shifokor ko'rsatmasi bo'yicha ichishingiz lozim. Demak do'stlar, ushbu dori vosita bitta qutisida bitta kapsula bo'ladi. Tushundingizmi? Yoki bir nechta kapsula ham bo'lib chiqadi, lekin ular kamdan kam. Kuniga do'stlar 150 ya'ni milligram dozani bitta kapsula qabul qilish kerak. Agarda do'stlar 50 milli dozadan agar bo'ladigan bo'lsa, kuniga 2 yoki 3 kapsuladan qabul qilsa ham bo'ladi. Demak, mana bu yerdan ko'rib turibsizki, mana shuni pachkasida do'stlar bitta kapsula bor. Uning ya'ni faol ta'sir etuvchi moddasi 150 milligram. Demak, bir kunlik dozasi katta insonlar uchun mana shu hisoblanadi. Tushundingizmi? Demak, ushbu dori vositani 50 ligi va 150 ligi bor. Demak do'stlar, endi ushbu dori vositani qo'llaganda kuzatiladigan nojo'ya ta'sirlar haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, bosh og'rig'i, ishtahani pasayishi, terida ba'zan toshmalar kuzatilishi mumkin. Qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar esa do'stlar 4 yoshdan kichik bolalarga mumkin emas va sutkasiga maksimal ya'ni 400 ya'ni milligramdan oshiq mumkin emas. Demak, bu do'stlar normadagisi 400 dan yana oshiq iste'mol etadigan bo'lsangiz, bu sizga juda ham og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Demak do'stlar, homiladorlik davrida shifokoringizdan ya'ni so'rab iste'mol qilishingiz kerak. Demak, 4 yoshdan katta bolalarga do'stlar 50 ya'ni milligramli beriladi. Ya'ni shuni bergan ya'ni ma'qul. Buni shifokor o'zi belgilaydi do'stlar. Tushundingizmi? Shunday qilib do'stlar, flukonazol kapsulasi haqidagi ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarning sog'ligini asrang do'stlar. Salomat bo'ling.